O'zbek tadbirkorlari Iroq bozorlarini zabt etish arafasida. Poytaxtimizda Savdo-sanoat palatasi, O'zbekiston Investitsiyalar vazirligi va mamlakatimizning Kuvaytdagi elchixonasi hamkorligida tashkil etilgan O'zbekiston Iroq biznes va investitsiya forumi bo'lib o'tmoqda. Unda Iroqning o'zidan 150 ga yaqin eng yirik kompaniyalar vakillari ishtirok etyapti. Iroq arab dunyosidagi katta davlat, 46 milliondan ziyod aholisi bor, yillik yalpi ichki mahsuloti esa 250 milliard dollardan ziyodroqni tashkil etadi. Bu O'zbekiston uchun katta bozor demakdir. O'zbekiston va Iroq o'rtasidagi aloqalar esa shu vaqtga qadar yetarli darajada rivojlanmagan edi. Savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha hali ishga solinmagan juda katta imkoniyat va salohiyat mavjud va bugungi biznes forumdan ko'zlangan maqsad ham ana shu aloqalarni karrasiga rivojlantirish. Being exchanged is the memorandum of understanding between the Central Policy Ministry of Uzbekistan and the Iraqi Economic Council. Iroq deganda bizga birinchi yaxshi taraflardan bittasi 2,5 ming kilometr, yo'l kiri 3,5 ming dollar va 10-15 kunda yetib boradi. Iroq savdo vaziri ularning shu palatasi kengashlari nimalar bor, shuni olib kelib soting. Bozorimizni ochib dedi. Sizlarning ulushlar atigi 20 million dollar. Bizning importimiz 90 milliard dollar. Bilan yashash darajasi juda yuqori. Hurmatli prezident shu Iroqqa borish topshirig'i va Iroqning imkoniyatini o'rganish berildi. Barchasi to'g'ri bo'lib chiqqanligi va bugun bizning tadbirkorlar yangi bozor, yangi geografiya va ishonchim komil bu yaxshi unumli foydalansa bo'ladi. وردتنا تقارير من خلال العلاقات الدبلوماسية أنه أوزبكستان هناك تنمية صاعدة وحقيقة صناعة مخفية عن التاجر العراقي والقطاع الخاص العراقي. Forum doirasida ikki mamlakat tadbirkorlari o'rtasida B2B uchrashuvlar ham bo'lib o'tdi. Unda hamkorlikning aniq yo'nalishlari belgilab olindi, qator kelishuvlarga erishildi. Bundan tashqari xuddi shunday biznes forum Samarqandda ham bo'lib o'tdi. Iroqlik yirik kompaniyalar vakillari, biznesmenlar Samarqanddagi, xususan Urgutdagi sanoat korxonalari va u yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bilan tanishdilar. Hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Xulosa o'rnida O'zbekiston Iroq biznes va investitsiya forumi ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishda muhim voqea bo'ldi.